Ukrainada taxminan 90 kunga yetadigan yonilg'i zaxiralari qolgan. Ukraina energetika vaziri Denis Shmigel parlamentga chiqish qilib, mamlakatning yonilg'i zaxiralari taxminan 20 kunga yetishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Rossiya tomoni energetika infratuzilmasini raketa va dronlar bilan nishonga olib, vaziyatni keskin og'irlashtirgan. Mulozim vazirlik rahbari kursini bir necha kun oldin egallaganini aytar ekan. Eng murakkab vaziyat Kiyev shahri, Dnipropetrovsk, Kharkov va Odessa viloyatlarida kuzatilayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, u frontga yaqin hududlarda energetik inqiroz ancha og'ir kechayotganini, natijada minglab aholi xo'jaliklari elektr va issiqliksiz qolganini qo'shimcha qildi. Ayrim shahar va hududlarda qishga tayyorgarlik muvaffaqiyatsiz kechgan. Lavozimga kirishganimga 2 kun bo'ldi, ammo ko'plab masalalar ochiqchasiga to'xtab qolganini ko'rdim, dedi Shmigel. Vazir bundan tashqari Ukrainada urushdan zarar ko'rmagan birorta elektr stansiyasi qolmaganini ta'kidlab, qonunchilarga axborot berdi. Rossiya Ukrainaning energetika obyektlariga keng ko'lamli urush boshlangan 2022-yildan beri raketa va dron zarbalarini berib keladi. Bu ayniqsa qish faslida aholini elektr va issiqlik bilan ta'minlashni murakkablashtirdi. Favqulodda choralar sifatida Kiyev ittifoqchilaridan zarar ko'rgan infratuzilmani tiklash uchun moddiy yordam hamda texnologiyalar qabul qilib oldi. Jumladan Buyuk Britaniya mamlakat energetika sektori uchun taxminan $25 million ajratdi. Janubiy Koreya esa generatorlar yetkazib berdi. Milliy tiklanish partiyasi rus amaldorlarini qora ro'yxatga tiqmoqchi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov parlamentga istalmagan shaxslar ro'yxatini kiritishga va'da berdi. Bu haqda u 16-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Tadbirda O'zbekistonning ichki ishlariga aralashayotgan ayrim xorijlik propagandist aqllilarning mamlakatga kirishini cheklash masalasi ko'tarildi. Andishani otini qo'rqoq deb qo'yish degan maqol bor-ku, O'zbekistonni bag'ri kengligini, O'zbekistonni tinchlikparvar siyosatini o'zicha talqin qilayotgan ayrim kuchlarga endi sal keskinroq qarash vaqti keldi deb o'ylayman, dedi Alisher Qodirov. Jurnalistlardan biri nomaqbul shaxslar ro'yxatini parlamentga kiritadimi degan taklifli savol bilan murojaat qildi. Deputat bunga javoban bu masala bo'yicha Milliy tiklanish demokratik partiyasi shug'ullanmasa, boshqa hech kim shug'ullanmasligini aytdi. Biz shug'ullanamiz, chunki oxirgi marta mana bu Solovyov gapirib chiqqandan keyin endi biz shug'ullanmasak, boshqa hech kim shug'ullanmas ekan degan xulosaga kelib bo'ldik. Bu bilan jiddiy shug'ullanmoqchimiz. Shu ro'yxatni kiritib, Tashqi ishlar vazirligi bilan muhokama qilamiz. Natijasi uchun albatta va'da bera olmayman, chunki qaror masalasi bor. Lekin taklif berish va tashabbus ko'rsatish masalasini o'rnatamiz, dedi Qodirov.